Bugun men ayol pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangi tartib haqida gapiraman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan onaxonlarimizga emas, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan opa-singillarimizga, ularning farzandlariga va hujjat ishlarida yordam berayotgan yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta yetishmayotgan hujjat yoki vaqtida berilmagan ariza sababli ayol kishi oyma-oy olishi mumkin, bo'lgan puldan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Men bugun sizga nima o'zgargani, avval qanday bo'lgani, endi nimalarga e'tibor berish kerakligi, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi va kimlar albatta hujjatlarni tekshirtirishi zarurligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayniqsa bola parvarishi, eski ish staji, yo'qolgan mehnat daftarchasi, kam hisoblangan pensiya va qayta hisob-kitob masalalarida ko'pchilik bilmaydigan nozik joylar bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing va bu videoni barcha ayollarga yuboring, chunki bu ma'lumot kimningdir oilasiga juda katta yordam bo'lishi mumkin. Avval ko'p ayol pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi. Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylardi. Masalan, ayol kishi pensiyaga chiqqan, pensiya miqdori belgilangan, keyin esa oradan bir necha yil o'tib eski ish joyidan qo'shimcha ma'lumotnoma topilgan. Yoki mehnat daftarchasida yozuv xato bo'lgan, lekin keyinchalik arxivdan to'g'ri hujjat olingan. Yoki farzand parvarishi davri kolxozdagi ish, mavsumiy ish, korxona tugatilgan davrdagi ish haqi haqidagi ma'lumotlar aniqlangan. Bunday holatlarda ko'pchilik nima qilishni bilmay, pensiya shundayligicha qoladi deb yurardi. Endi eng muhim gap shuki, ayol pensioner o'z pensiyasi bo'yicha hujjatlarni qayta tekshirtirish, yetishmayotgan staj yoki ish haqi ma'lumotlarini qo'shtirish, pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisob-kitobni so'rash huquqiga ega. Bu tartibning quvonchli tomoni shundaki, ayollar o'z mehnati, farzand tarbiyasi va uzoq yillik xizmatlari hisobidan munosib pensiya olish imkoniyatini boy bermasligi kerak. Lekin bu yerda juda muhim shart bor. Hech narsa o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Agar hujjatlar tizimda bo'lmasa, agar arxiv ma'lumoti topshirilmasa, agar ariza berilmasa, mas'ul organlar sizning hayotingizdagi har bir ish davrini o'zlari topib qo'sha olmaydi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Bir ayol 25 yoshda pensiyaga chiqqan. Unga 3000 yil staj hisoblangan. Lekin aslida u 1908 yildan 1902 yilgacha bir tikuv sexda ishlagan. Bu davr mehnat daftarchasiga tushmagan yoki yozuv noaniq bo'lgan. Agar o'sha 4 yil arxiv hujjati bilan tasdiqlansa, pensiya hisobida bu katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ba'zan 3 yil, 5 yil, hatto 8 yil e'tibordan chetda qolgan staj ayolning pensiyasiga sezilarli ta'sir qiladi. Ayniqsa ish haqi yuqoriroq bo'lgan yillar topilsa, pensiya bazasi ham boshqacha chiqishi mumkin. Endi kimlar bu yangilikka alohida e'tibor berishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqib qolgan ayollar o'z hujjatlarini tekshirtirish kerak. Masalan, ayol kishi 35 yil ishlaganini biladi, lekin pensiya hujjatida 23 yil staj ko'rsatilgan. Bu juda katta farq. Bunday vaziyatda davlat shunday hisoblagan ekan deb qo'l siltab qo'yish mumkin emas. Men bunday ayollarga birinchi navbatda pensiya tayinlashda qaysi davrlar hisobga olinganini yozma ravishda bilib olishni tavsiya qilaman. Ikkinchi guruh farzand tarbiyasi sabab ishda tanaffus bo'lgan ayollar. Ko'p onaxonlarimiz bir necha farzandni tarbiyalagan, bir farzand tug'ilgandan keyin 2-3 yil uyda bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Ba'zi davrlar qonuniy asosda stajga qo'shilishi mumkin. Ba'zilar esa hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, ayol 1995 yilda birinchi farzandini, 1996 yilda ikkinchi farzandini, 1990 yilda uchinchi farzandini dunyoga keltirgan. U o'sha yillarda ish joyidan ta'til olgan yoki vaqtincha ishlamagan. Agar hujjatlar to'g'ri yig'ilsa, ayrim davrlar pensiya hisobida e'tiborga olinishi mumkin. Lekin tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, ish joyidan buyruq, arxiv ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh Sovet davrida kolxozda, fabrikada, maktabda, bog'chada, tibbiyot muassasasida, savdo tashkilotida ishlagan ayollar. Bu davrlarda ko'p hujjatlar qog'ozda yuritilgan. Korxonalar nomi o'zgargan, ayrimlar yopilgan, arxivlar boshqa joyga topshirilgan. Natijada ayol kishi men ishlaganman deb biladi. Lekin pensiya hisobida o'sha yillar ko'rinmaydi. Masalan, opa 1979 yildan 1986 yilgacha kolxozda brigada a'zosi bo'lgan. Mavsumda paxta, g'alla, sabzavot ishlari bilan band bo'lgan.
mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa ham, kolxoz a'zolik daftari, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi yoki guvohlik asosidagi tartiblar orqali ayrim holatlar tiklanishi mumkin. Bu oson jarayon emas, lekin urinishga arziydi. 4-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan ayollar. Ba'zi ayol pensionerlar pensiya olgandan keyin yana maktabda, klinikada, do'konda, tikuvchilikda, tozalash xizmatida yoki boshqa joyda ishlashda davom etadi. Bu davrda to'langan ijtimoiy badallar va rasmiy ish haqi masalasi pensiya qayta hisob kitobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin norasmiy ishlangan davr, ya'ni shartnomasiz. Ish haqi qo'lga berilgan holatlar odatda hujjat bilan tasdiqlanmagani uchun muammo tug'diradi. Shuning uchun men har doim aytaman, hatto pensioner bo'lsangiz ham ishlayotgan joyingiz rasmiy bo'lsin, buyruq bo'lsin, shartnoma bo'lsin, maoshingiz hisobotda ko'rinsin. Keling, bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Gulbahor opa 32 yil maktabda ishlagan, lekin pensiya hisobida 27 yil ko'rsatilgan. Sababi, u bir maktabdan ikkinchi maktabga o'tgan paytdagi 5 yil arxiv hujjati topshirilmagan. Agar Gulbahor opa tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi arxividan yoki davlat arxividan ma'lumotnoma olsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu uning o'yiga oladigan pensiyasini sharoitga qarab sezilarli oshirishi mumkin. Ikkinchi misol, Zaynab opa 3 farzandli ona. U yoshligida tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin farzandlari kichik bo'lgani uchun bir muddat uyda bo'lgan. Keyin bozorda norasmiy savdo qilgan. Pensiyaga chiqqanda unga kam staj chiqqan. Bunday holatda norasmiy savdo davrini tasdiqlash qiyin, lekin fabrikadagi ish, farzand tug'ilgan davrlar, agar ish joyi bilan bog'liq buyruqlar bo'lsa, parvarish ta'tili davrlari bo'yicha hujjatlarni tekshirish kerak. Zaynab opa hammasi baribir o'tmaydi deb tashlab qo'ymasligi kerak. Chunki hatto 2 yoki 3 yil qo'shilsa ham pensiya hisobida farq berishi mumkin. 3-misol, Mohira opa pensiyaga chiqqandan keyin 6 yil poliklinikada farrosh bo'lib ishlagan. U o'ylaydi, men pensionerman. Endi bu ishlarimning foydasi yo'q. Aslida, agar ish rasmiy bo'lgan, ish haqi hisoblangan va tegishli ajratmalar to'langan bo'lsa, qayta hisob kitob masalasini o'rganish mumkin. Men bunday ayollarga ish beruvchidan ish davri va ish haqi haqida ma'lumotnoma olishni, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni maslahat beraman. 4-misol, Saodat opa pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi familiya muammosi sabab 2 yil stajdan ayrilgan. Qizligidagi familiyasi boshqa, turmushga chiqqandan keyingi familiyasi boshqa, hujjatlarda esa bir harf xato yozilgan. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Bu yerda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi bir-biriga bog'lanib, shaxs aynan o'sha odam ekanini isbotlash kerak. Aks holda tizim hujjatni boshqa odamga tegishli deb qabul qilmasligi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma ayolning pensiyasi avtomatik oshib ketmaydi. Bu yerda noto'g'ri umid uyg'otmaslik kerak. Yangi tartib yoki qayta tekshirish imkoniyati degani ertadan boshlab barcha ayol pensionerlarning puli bir xil miqdorda oshadi degani emas. Kimning hujjatida yetishmagan staj bo'lsa, kimning ish haqi davri noto'g'ri olingan bo'lsa, kimning bolalar parvarishi yoki eski ish joyi bo'yicha tasdiqlovchi hujjati topilsa, o'sha ayol uchun real natija bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gap yetarli emas. Men ishlaganman, butun mahalla biladi, rahbarimiz tirik, u guvoh bo'ladi degan gaplar har doim ham pensiya hisobiga kiritilmaydi. Pensiya masalasida hujjat birinchi o'rinda turadi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari, shaxsiy hisob varaqalari, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari, harbiy xizmat yoki o'qish davri bo'yicha tegishli hujjatlar bo'lsa, masala ancha osonlashadi. 3-nozik jihat, arxivdan hujjat topish vaqt oladi. Ba'zi odamlar bugun ariza bersam, ertaga pensiyam oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa eski korxona qaysi tashkilotga qo'shilgan? Hujjatlar qaysi arxivda saqlanadi? Yozuvlar to'liqmi? Ism, familiya qanday kiritilgan? Hammasi tekshiriladi. Ba'zan arxiv javobi bir necha haftada keladi. Ba'zan hujjat topilmaydi va qo'shimcha izlash kerak bo'ladi. Shuning uchun men ayol pensionerlarga sabr bilan, lekin qat'iyat bilan harakat qilishni maslahat beraman. 4-nozik jihat, noto'g'ri vositachilardan ehtiyot bo'ling. Afsuski pensiya oshirib beraman. Arxivdan hujjat topib beraman.
deb pul so'raydigan odamlar uchrab turadi. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya masalasi rasmiy yo'l bilan hal qilinadi. Ariza rasmiy qabul qilinishi, sizga ro'yxat raqami berilishi, javob yozma shaklda bo'lishi kerak. Agar kimdir pul bersangiz tezlashtirib beraman desa, bu xavfli belgidir. Hujjatlaringizni begona odamga topshirmang. Pasport nusxasi va shaxsiy ma'lumotlaringizni ehtiyot qiling. 5-nozik jihat, pensiya qayta hisoblanganda natija har doim katta bo'lmasligi mumkin. Ba'zan qo'shimcha staj topiladi. Lekin ish haqi bazasi past bo'lgani uchun o'shish uncha katta chiqmaydi. Ba'zan esa aksincha bir necha yillik yuqori maosh hujjati topilib sezilarli farq beradi. Ayolning pensiyasi eng past ish haqi davrlari asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyin esa u 1990-yillar boshida yuqoriroq maosh olganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topadi. Mana shunday vaziyatda qayta hisoblash foydaliroq bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, hujjatlardagi xatolarni oldindan to'g'rilash kerak. Familiyada bitta harf farqi, tug'ilgan sanada xato, korxona nomidagi chalkashlik. Muhrning o'qilmasligi, ishga kirish sanasi bor, lekin bo'shash sanasi yo'q. Bularning hammasi muammo tug'diradi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Ayol kishi 20 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi muhr noaniq bo'lgani uchun qo'shimcha tasdiq so'ralgan. Shuning uchun hujjatlaringizni bir papkaga solib, har bir varaqni alohida ko'zdan kechiring. 7-nozik jihat. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan ayollar ham hozirdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Ko'pchilik hujjat yig'ishni oxirgi oyga qoldiradi. Bu juda katta xato. Agar siz Ibn 3 yoki Ibn 4 yoshda bo'lsangiz, hozirdan mehnat daftarchangizni, elektron mehnat tarixingizni, eski ish joylaringizni, tug'ilganlik va nikoh hujjatlaringizni tekshirtiring. Qaysi davr bo'yicha hujjat yo'q bo'lsa, uni topishga hali vaqt bo'ladi. Pensiya kuni kelganda esa shoshilinchda yugurib yurmay, tayyor hujjat bilan murojaat qilasiz. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'ring. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi staj va qaysi ish haqi davrlari asosida hisoblanganini bilib oling. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, sizga aniq javob berilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqamlari, muhrlar, korxona nomlari bor yo'qligini ko'ring. Agar biror joyda yozuv o'qilmasa, sana tushib qolgan bo'lsa yoki muhr yo'q bo'lsa, o'sha ish joyi bo'yicha alohida arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Korxona hozir ham ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga so'rov yuboring. 3-qadam, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni yig'ing. Pensiya faqat stajdan iborat emas, ish haqi ham muhim. Ayrim ayollar ko'p yil ishlagan bo'lsa ham, pensiya hisobiga past maoshli davrlar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Agar sizda yuqoriroq ish haqi olgan yillaringiz bo'lsa, o'sha davr bo'yicha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Ayniqsa pedagoglar, tibbiyot xodimlari, sanoat korxonalarida ishlagan ayollar, rahbarlik yoki malakali mutaxassis lavozimida bo'lganlar bu masalani tekshirish kerak. 4-qadam, farzandlar bilan bog'liq hujjatlarni tayyorlang. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa. Bola parvarishi ta'tili haqida ish joyidan buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. Ko'p ayollar farzandlari allaqachon katta bo'lib ketgani uchun bu hujjatlarni ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Lekin pensiya masalasida ular aynan kerak bo'ladigan hujjatlardan biri bo'lishi mumkin. 5-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada pensiyamni oshirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra, pensiyam tayinlanganda hisobga olinmagan ish staji va ish haqi davrlarini qo'shimcha hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman mazmunda yozgan ma'qul. Agar aniq davrini bilsangiz, uni ko'rsating. Masalan, 1996 yil mart oyidan 1991 yil avgust oyigacha falon korxonada ishlagan davrimni stajga qo'shish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling, asl nusxalarini esa ehtiyot qiling. 6-qadam, murojaatingiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Qaysi tashkilotga bo'lmang, arizangiz qabul qilingani haqida belgi, raqam yoki tasdiq bo'lsin. Agar elektron murojaat qilsangiz,
yuborilganligi haqida tasdiqni saqlab qo'ying. Telefon orqali aytilgan gapni hujjat o'rnida qabul qilmang. Pensiya masalasida har bir qadam hujjatlashtirilgani yaxshi. 7-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, keyingi bosqichga o'ting. Agar sizga rad javobi berilsa, sababini o'qing. Ba'zan rad javobi hujjat yetishmagani uchun bo'ladi. Demak, yetishmagan hujjatni topish kerak. Ba'zan hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'ladi. Demak, uni tuzatish kerak. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish imkoniyatini o'rganing. Men har doim aytaman. Huquqni bilgan odam o'z haqqini yaxshiroq himoya qiladi. 8-qadam, farzandlar onalarga yordam bersin. Bu videoni ko'rayotgan o'g'il-qizlarga alohida murojaat qilaman. Onangiz pensiya hujjatlarini o'zi tushunmasligi mumkin. Arxivga borishga qiynalishi mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana olmasligi mumkin. Siz uning mehnat daftarchasini ko'rib chiqing. Qaysi yillarda, qayerda ishlaganini yozib oling. Hujjatlar ro'yxatini tuzing. Ba'zan farzandning bir kunlik yordami onaning yillar davomida oladigan pensiyasiga ta'sir qiladi. 9-qadam, barcha hujjatlarni tartibga soling. Alohida papka tayyorlang. 1-bo'limga pasport nusxasi va shaxsiy hujjatlar, 2-bo'limga mehnat daftarchasi nusxalari, 3-bo'limga arxiv ma'lumotnomalari, 4-bo'limga farzandlar va nikoh hujjatlari. 5-bo'limga pensiya bo'yicha yozishmalarni joylashtiring. Har bir hujjatdan nusxa oling. Asl hujjatlarni hech kimga berib yubormang. Faqat ko'rsatish kerak bo'lsa ko'rsating. Yana bir muhim maslahat: mahalladagi mish-mishlarga emas, rasmiy manbalarga tayangan holda ish qiling. Falon kuni bo'lmasangiz pul bermaydi. Faqat tanishi borlarning pensiyasi oshadi. Hamma ayollarga bir xil qo'shimcha pul berilarkan kabi gaplar ko'p tarqaladi. Men sizga mutaxassis sifatida aytaman, har bir pensiya ishi alohida ko'riladi. Kimning hujjati bor, kimning staji bor, kimning ish haqi tasdiqlangan, kimning hisobida xato bo'lgan, natija shunga qarab chiqadi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, ayol pensionerlar o'z pensiyasini tekshirtirishdan qo'rqmasligi kerak. Agar stajingiz to'liq hisoblanmagan bo'lsa, eski ish joyingiz bo'yicha hujjat topilsa, farzand parvarishi yoki familiya o'zgarishi bilan bog'liq masalalar to'g'ri rasmiylashtirilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil avtomatik oshish emas. Lekin o'z hujjatini tartibga solgan ayol uchun juda foydali imkoniyat. Men sizdan iltimos qilaman, bu ma'lumotni onangizga, opangizga, singlingizga, qo'shningizga va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan barcha ayollarga yuboring. Kommentariyada yozing, sizning pensiyangiz hisoblanganda staj bo'yicha muammo bo'lganmi? Eski ish joyingiz hujjatlari topilganmi? Qayta hisob-kitobga murojaat qilganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda men sizga pensiya, nafaqa, staj va hujjat masalalarini yana ham sodda qilib tushuntirib beraman.